Keyingi nima sasvotdi? Sen bak ovqatni kuydirib qo'ydim. Oysho'ga iltimos. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalarni? Oyimga tegmaymi, yoz qoldiringlar. Sarog'uchi undan ko'ra Oysho'ga yetsang bo'lardi. Sizlarni ham kenayinglar hech qanaqa ish qilmasdan tez charchab qoladimi? Dangacha kenayinglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenay siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Sinem, rahmat. Har doim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayotganman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like kelsa qaytadan urushtiraman. Zebaxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqing. Bo'ldim. Kenayim shunaqangi saxiy odamlarki, taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveраman. Bering. Sizlarga ham kenayinglar mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zebaxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Honor 400 Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun men случайный videolarni tez olaman. Zebaxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. Ehtimol qaynisiyam hech kim olmaydi deb endi qanaqa bu yerga tegadilar? Show, it's not stop, yo.